Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya desini Gacı Rozu. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü çislak 2024 yıl 10. ayının 1. günü vatandaş. Tüm sözler öte bir leksiyam kalıp kaldı degendim. Onun manisi nime deseniz. Onun manisi bu haberge esli bir haftadak oldu. Bir haftadan bir yan davamlıq kilovatı bugün kelgen bir haberdim, yani şundak bir haber. Mesela avval üzünü sözlü öteyle bundan. Hazır halkara cemiyeti yaki her kaysı devletlerden Cunguğa uçadığan avatsiya yolları takılıp kal. Mesela bunun içinde başka küçük uçan devletlerini hesapka alğandı asaslığı. Hazır Amerika Koşmuş Ştatları bilen mesela Germaniya laptansa Amerika Koşmuş Ştatları Delta Katarlık hava avatsiya yolları takıldı. Yaki Beijing yaki Şanghay uçmaydıgan boldu. Anda bugün kelgen yani bir haberde kısa şundak depti. Amerika Koşmuş Ştatlarının Delta Katarlık hava yolları itilgenlikten uçadığan nöbet kıtım aeroplan sani meselesi de hazır. Yana başka devletler uçadığan 70 liniyelik avatsiya yoluğa tesir körsettiği deydi vatandaş. Bu bir hafta oldu digidek, endi hazır bunu siz nemi dep düşünüşünüz mümkün. Biz yani nemi dep düşünümüz bu yerde eğiz eğitilgen mındak bir gep barken karana mavzu mındak. Köplegen devletler Cunguğa uçadığan avatsiya yollarını takıdı. Cungu çüşünü hem de körmeydiğen boldu. Yaki Cungu doğrusu da hem de çüş görmeydiğen boldu. Mavzulu haber 9. ayının 29. günü Erkin Asya'nın Xitay tel programı ilan kılındı. Hazır deydi, dünyada her kaysı devletler karşı elinediğen devletler bulup, kaysı devletler karşı elinmeydiğen devlet bulup hesaplanıdı. Her günü beşimizden uçup ötüdüğen avatsiya aeroplanlarına karayla. Şununla halkara siyaset vaziyet dramkisinin yıkılışış, soğuklaşış, yıraklaşış mezresi körüp alalayımız. Demek ki aeroplan avatsiyana takılıp kalışı bir yerde halkara vaziyet ki siyaset ki münasebetlik boldu vatandaş. Yakında çet el avatsiya şirketleri Cunguğa uçadığan hava yollarını takıdı. Bu iş halkara cemiyette ve Cungu'nun işki kısmında bir ahbarat yani mavzusuğa aylandı. Haber yazgıcı mındak hesapladı. Cungu'nun halkarada muhimliği tüvellep ketti. Şuna halkara avatsiya yolları takaldı. Yani Cungu'nun halkara cemiyette muhim devlet dep karmaydıgan boldu. Bir devletin halkaradan kelediğen mihmalları azlap ketken bir çağda bu aynekten şunu körüveliş bolu değil ki bu devletin halkara münasebetleri ki kelip gitişi de zor özgürüş yüz bergelliğini körüstük bir. Demek mihmallar yolu açıla uçup duruş gerek özür devletler ara. Eğer bir devlet yolu açıla mihmallarına kelip gitişi azıyıp kesi demek halkara cemiyeti bu devletke sus qaraş, ciddi muamele kılmasından ibaret vaziyet oturuğa çıkıdı. Bu özgürüş bu devletin halkara ornunun düşkünleşkenliğini görüstür. Demek Cungu'dan ibaret bu devletin halkarada üzünün ornunun düşkünleşkenliğini görüstürdü. 20 yıl davamlaşkan halkara cemiyetinin Cungu doğrusudur göz karaşları 20 yılca davamlaştı. Muşunun dinki hazır bugün günde ende başta etkandık. Cungu doğrusu çüşkürüşme ayaklaştı. Cungu'nun halkara cemiyeti mühim orunga koyduğun işme ahırlaştı. Onun soğudu muamelesi ve başka kişilik hukuk muamelesi degendek. Bu işlerin hemisi eğer Cungu'da bir obraz, devlet obrazı var idi değilse bu devlet obrazı hazır tükeşti deydi vatandaş.
Muşunun çıdımıgan Cungo hükümeti deydi, azı haberdi şundak misal kaptı. Muşunun çıdımıgan Cungo hükümeti ahire 25. günü de Əla ara uçuduğun raketa koyup bir halkara cemiyetin öç aldı deydi vatandaş. Bana muşu haberi de tünü sizlerə yetkizemegen haber. Endi bugünkü haberimiz mındak vatandaş. Cundan hayda bir oyun oynaldı. Yani Vincabov vezir Liçan olturduğun orunda olturdu. Wang Qishanning chiroyi tatarib ketdi. Mavzuli xabar 10 ayning 1-kuni yangi tongliqlar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo siyosiy hokimiyati qurilganligining 75 yilligini xotirlash va kutib olish so'rinida g'alati bir hodisa yuz berdi. Pensiyaga chiqqan Vincabov Burunqi sobiq siyosiy byuroning a'zosi ham Xo'jantov hukumatining vaziri. Vincabov vazir Li Changning o'ltirishi kerak bo'lgan o'rinda o'ltirib, bugungi vazir Li Chang o'ltiradigan o'rinda o'ltirib, ya'ni bu deganlik partiya sekretari Xi Jinpingning beqinida o'ltirib, burun Xi Jinpingning siyosiy dushmanlarini tozalashga yordam bergan Wang Qishanning chiroyi qardab ketdi. Bu ichki sababları nima? Buni bilmaydi. Xabar yozuvchi bilmaydi. Qardab ketdi. Deyildi xabarda. Bu kutib olish murosimi 9 ayning 30 kuni kechda Beijing sarayida o'tkazildi. Diqqat qiladigan bir taraf shuki, deydi xabarda. Bundan burun Jungo Kompartiya siyosiy hokimiyati qurilganligining 75 yilligini xotirlash muzika kechiligida sobiq siyosiy byuro a'zolari Li Yuxan, Vincabov, Wu Guanjing, Li Lanqing belgilengen üstelik kirip oturdu. Belki Li Yuxan, Vincabov, Xi Jinping'nin iki tarafında oturdu. Bu müzik kişiliği demez. 30. günü verilgen devlet ziyafeti cuma. Şuna düşünüyorlar vatandaşlar. Devlet ziyafeti de Li Yuxan bilen Vincabov, Xi Jinping'nin iki tarafında ötüp oturdu dedi. İkranda görünüp durdu ki deydi. Wang Qishanning çırağıyda külkü yok. Onun kendi gayri bir qo'pol kishi o'ldiratdi. Wang Qishanga ciddi qarab turatdi. Xuddi Wang Qishanning nazorat qilib o'ltirgandek ko'rinadi. Wang Qishan kim? Ayni chog'da Rais Xi Jinping hokimiyat beshiga kelib Markaziy komitetga kirgandan keyin amaliyotda o'zining siyosiy raqobatchilarini uni turmalarga yo'lladi, ularni xiyonatchi dedi, parxor dedi. Şu vaqtda yordamlashgan kishi Wang Qishan intizom tekshirish komitetining rahbari bo'lib turgan vaqtda. Bugun endi bu kishiga bu so'rinda o'rin yo'q. Bu yerda siz diqqat qiladigan bir nuqta nima desangiz, men tunugun dedim. Bu so'ringa yoki muzika kechaligiga Nemishqat, Linja, Vincabov bilan Hu Jintao qatnashmadi. Men Chimpokun apandiga mushunda savol qo'yman degan. Hazır bir yer 24 saat içinde yani bir özgürlük yüz verdi vatandaş. Bu özgürlük nima deseniz, muzika kechaligiga Vincabov taklif qilinmadi. Hu Jintao'mi yo'q. Hu Jintao hozirmi yo'q. Ammo Vincabov bir kechada 24 saat o'tgandan keyin davlat ziyofatiga taklif qilinib, Rais Xi Jinpingning beqanada o'ltirdi vatandaş. Bu xabar qandoq deyildi? Manda xabar. Kıracağız, mislisiz. Vincabov, Li Yuxan iki beqinada oturdu. Xi Jinping'nin siyasi rakip, Xi Jinping siyasi peshqadamlarni yeniga tortishga başladı ve muhim signal tarqatdi.
Mavzulu xabar 10 ayının 1 günü Cungo nazar torbetide e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Cungo Kompartiyasi davlat qurilganligining 75 yilligini xotirlash muzika kechaligi o'tkazdi. Pensiyaga chiqqan siyosiy byuro a'zolari muzika kechaligiga qatnashdi. Sobiq siyosiy byuro a'zolari Hu Jintao, Zhu Rongji, Wen Jiabao, Li Rixuan va Song Ping qatorliq sobiq siyosiy byuro a'zolari muzika kechaligiga qatnashmadi. Bu xabarni aldınız, ko'rdingizmi? Lekin ziyofat bergan kechda, masalan, avvalgisi 29-kuni bo'lib o'tgan ish, keyingisi 30-kuni. Ziyofat bergan kechda bularning hammasi ziyofatga qatnashdi. Bu karomatlar Jungoda vaziyat krizisining mislsiz keskinlashganligini ko'rsatadi. Şunlaşqa Xi Jinping siyasi peshqadamlarni va pensiyaga chiqqan siyosiy byuroning a'zolarini, sobiq a'zolarini o'zining yeniga to'plashga boshladi. 29-kuni muzika kechaligida Wen Jiabao yo'q, Zhu Rongji yo'q, Hu Jintao yo'q. 30-kuni davlat ziyofatida Wen Jiabao tuyuqsizlar Reis Xi Jinpingning beqinida o'ltirdi, yana bir tarafida yana sobiq rais Li Rixuan o'ltirdi. Demak, bu qitim davlat bayramida 10-ayning 1-kunida Reis Xi Jinping bularni har yili qatnashtiradi. Biroq bu yerda o'rin martabadagi o'zgarish, masalan, Reis Xi Jinpingni markaz qilgan oldi o'rin elib o'ltirishdan iborat bu yolvurish san'ati yoki yetim ahvolga tushib qolgan xalqaro jamiyatda bir ahvolda Jungoning iqtisodiga munosabatlik tunigan dedik-ku, Amerika Qo'shma Shtatlari volkochisi 2 trillion dollarni Jungoga mablag' qilib pul muomala sohasiga salgan edi. Bu pul g'oyib bo'lib ketdi va buni xajlagan shirkatlar Jungoda g'oyib bo'lib ketdi. Bu pulning hammasi Jungo shirkatlari yeb ketdi. Endi volkochisi to'xtatdi, Jungoga mablag' solishni to'xtatdi deb tunigan so'zildik. Bu oraliqda endi ham iqtisod ham siyosat ikkisi o'rtasidagi vaziyatning keskinligi o'xshashla siyosatga ta'sir ko'rsatsa, iqtisodga ta'sir ko'rsatdi siyosat. Jungoda vaziyat shunday jiddiylashganda dedi Chimpokong Hazır Reis Xi Jinping bu siyasi peshqadamlarni, ya'ni siyosiy byuroning sobiq a'zolarini bu qatam ziyofatga chaqirdi dedi. Buning ichida biz baho berdig'imiz nemishqa 29-kuni Wen Jiabao yo'q, nemishqa 30-kuni biqiniga kirib o'ltirdi. Bu sirni bilgili bo'lmaydigan vatandosh, lekin bu shu o'zgarishning o'zi bir gap. Yoki boshda aytganda Chimpokongning so'zi to'g'ri bo'ladi. Vaziyat jiddiylashdi, bularga ehtiyoji tushdi. Ularning yordamiga ehtiyoji tushdi Reis Xi Jinpingning deydi vatandosh. Endi yana birisi vatandoshlarga endi elki eskartish yoki bir xil fikr shaklida shuni deymizki, men tunigun Olmata Uyg'urlarning motam kuni deydigan bir xotirlash kunini o'tkazganligidan iborat bir xabarni Erkin Osiyoning Uyg'ur til gruppasidan ko'rdim vatandoshlar. Bu Olmata Uyg'urlari Rossiya mustamlika tuzumi sharoitida cho'ng bo'lgan tafakkuri yo'li va hayotga, siyosatga, turmushga tutgan metodi va shundaqla o'rgangan madaniyati va o'zining Uyg'urning madaniyati va yo'qotmay davomlashtirib kelayotgan bir xalq. Bunaqa aytganda Olmata Uyg'urlari angliq, aqlliq bir xalq. Tuniginki motam kunni xotirlash degan o'ltirish, ya'ni Olmatadagi bir Qo'rg'on degan restoranda, Sulton Qo'rg'ondagi Qo'rg'on degan restoranda o'ltirish qilganda
matem gününü, Uygurlarning matem günü hatırlaymiz deyişipti. Uygurlarda matem günü yok. Uygurlarda hayat vatanda Uygurlarda hayat. Bu matem günü degan Xitoy tilida Gosangri deyiladi. Bu matem gününü Tayvan Kuomintang Xitoylari 1949 yılı 10. ayının 1. günü Jöngo'da kırılgan Mao ya Kompartiya siyasi hakimiyeti qartib. Çoğunquruluqda Kompartiya siyasi hakimiyet kurdu. Kuomintangning siyasi hakimiyeti halak bo'ldi. 49 yıl 10. ayının 1. günü bu bizge yani Kuomintang partiyasiga Xitoyning Chiang Kai-shekka mesela Xitoyning davlat boshlig'i va shundaqli Kuomintangni yaqinlaydigan fuqarolarga 10. ayının 1. günü 1949 yıldaki 10. ayının 1. günü matem günü bo'ladi. Anlasam bunu 2014 yılı 10. ayının 1. günü atalmış qurultaychilar bekitgan emish matem günü deb. Asosan nima? Nemeni, qaysi tarix hadiseni, qandaq ahvalda sen bunu matem günü dedim. Yoki ansız kallısını anlap qo'yiblar, ko'riblar, qo'yiblar, bo'ldilar deb ketaveradigan odamlarga so'zlabmagan so'zim bu. Qurultaychilar matem günü deb Kuomintang bekitgan kunni sen matem günü deb bekitding. Men nimaga? Nimaga asosan bekitding? Senin tarixing asosing nima, siyoset asosing nima, tashkiliy asosing nima? Yoki partiyavilik nuqtai nazaridan aytganda kommunist partiyaviligida turib shundaq bekitdingmi yoki Xitoyning Kuomintang partiyaviligida turib shundaq bekitdingmi? Asosing nima? Başta aytdim. Tarixiy asosing nima? Siyoset asosing nima? Tashkiliy asosing nima? Yana boshqa programmalar bo'yicha nima asos bilan sen Kuomintang Xitoylari Tayvandagi Xitoyning Kuomintang Xitoylari bekitgan Gosangri davlat matem günü degan bu iborani sen qanday qilib Uyg'urlarning matem günü deydigan bo'lding? Sababini ko'rsatib. Biz aldirash hozir buni cho'nqurlab kirmaymiz. Nayt aldirab turyapmiz. Kechiringlar vatandoshlar, Olmaotadagi vatandoshlar. Sizlar buni bilasizlar. Cho'nqur o'ylansanglar bilasizlar. Bu yerda matem günü deb xotirlashning o'zi Tayvandagi Kuomintang yoki Jungo Xitoylarining Kuomintang partiyasining halokat kunini xotirlaydigan Gosangri yoki davlat matem kunini Uyg'urlar xotirlabdi desa, Olmaota Uyg'urlari sizlarga haqorat. Ayta cho'ng haqorat. Tafsili aniqlab ko'ringlar. Agar Uyg'urlarga matem günü degan bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsam, Uyg'urlarga matem günü 1945 yılı 2. ayının 14. günü Yalta konferansı yapılgan kun mana bu Uyg'urlar uchun matem günüdür. Çünkü sen avvalgi 1 yılda 44. yılı 3. qatim Cumhuriyet kurdun. Bu Cumhuriyet 2. yılı 45. yılı 2. ayının 14. günü Yalta konferansıda Xitoyga qo'shib berildi, Xitoyga setib berildi. Mana bu ne matem günü desam bo'ldi. Neymiş ki Xitoyning Kuomintang partiyasining bayrami yoki xotirlash kuni. Matem gününü sen xotirlaydigan bo'lib qolding Uyg'ur. Buni boshqa yerlik Uyg'urlar yoki Uyg'ur tilini o'rganib olgan odamlar shunday xotirlasa, o mayli to'ning fikr qilmaydim. Bugün Olmaota Uyg'urlarning bu ishni qilganidan men biroz ranjidim vatandosh.